Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sport kanaliga xush kelibsiz. Sport yangiliklari va jonli efirlarni kuzatib borishni istasangiz, Sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola tavsif qismida. 6-iyun kuni Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan Mangu 3 turnirida ko'pchilik kutayotgan janglardan biri o'zbekistonlik Davlatbek Xo'jiyev va rossiyalik Kamaluddin Guseynov o'rtasidagi to'qnashuv bo'ladi. Davlatbek Xo'jiyev professional MMA da hozirgacha 5 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat qayd etgan. U asosan kurash bazasiga ega sportchi bo'lib, raqiblarni parterda nazorat qilish va bosim ostida ushlab turishi bilan tanilgan. Oxirgi janglarida Davlatbek ketma-ket g'alabalarga erishib, yaxshi formaga kirib olgan. Uning raqibi Kamaluddin Guseynov esa ancha tajribali jangchi hisoblanadi. Uning professional rekordi 7 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat. Kamaluddin avval ham O'zbekistonda jang qilib, kuchli deb hisoblangan bir necha o'zbekistonlik sportchilarni mag'lub etishga muvaffaq bo'lgan. Shu sababli bu safar ham ko'pchilik uning navbatdagi g'alabasini kutmoqda. Ammo savol shunday: kurash maktabidan chiqqan Davlatbek Xo'jiyev Kamaluddinni to'xtata oladimi? Agar jang tik turib olib borilsa, Kamaluddinning imkoniyatlari yuqori bo'lishi mumkin. Lekin Davlatbek raqibini parterga o'tkaza olsa, jangning borishi butunlay o'zgarib ketadi. Shu sababli bu jang Mangu 3 turnirining eng qiziqarli qarama-qarshiliklaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Tajriba va universallik kurash bazasiga qarshi 6-iyun kuni Samarqandda barcha savollarga javob olamiz. Sizningcha, bu jangda kim g'alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.